Vatan bizning boshimizga Tangri bergan eng ulug' ne'mat. Uni saqlamoqlik uchun ham ilm, ham matonat kerak. Turma, yugur. Tinma, tirish. Bukilma, yuksal. Hurkma, kurash. Qo'rqma, yopish. Yorilma, qo'zg'al. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. O'zbek tili kambag'al tili emas. Balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zlari kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Endi ey qardoshlar, adabiyot o'qiylik. Adablar yetishtiraylik. Adabiyot kechalari yasaylik. Ruh, his, tuyg'u, ong, fikr va o'y olaylik, bilaylik. Agarda biz bir ikki bema'ni kitob bilan qolaversak, mavhu inqiroziy bo'lurmiz. Yuragimiz kundan kun toshdan battar qattiq bo'lur. Yurakni eritaylik. Ruh beraylik. Inqiroz bo'lmaylik.